Hurmatli obunachilar, xayrli kun. Biz oktyabr oyida majburiy archamizni kesuvdik, piramida shaklda. Chiroyli bo'lib o'syapti. Maslahatim har yili kuzda archalarni kesinglar. Mana bu katta varianti, lekin ichlari ochilib ketgan. Qaranglar. Buni har yili kesib tursanglar, sekin-sekin bo'sh joylari jichilashib ketadi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir oldingi variantlarni ham qo'yaman. O'sib ketgan variantini mana ko'ryapsizmi? O'sib yo'q bo'lib qolgan. Buni avvaliga qilib qo'ygan holati bor, o'shani ham qo'yaman hozir. Bu yerda ham kichkina akamiz bor, qaranglar. Sindirib ketishgan, hayvonlar molni sindirib ketishgan. Sekin-sekin yillar bo'yi 3-4 kesimdan keyin sekin jichilashib ketadi. Qaranglar. Har yili kesinglar, maslahat beraman. Har yili kuzda kesinglar. Bo'lmasam qor yoqqanda qorlar shoxlarini egiltirib yuboradi, sinib ketadi. O'shaning uchun ochilib shunaqa xunuk bo'lib ketadi. Shunaqa piramida shaklda xolisanglar, o'zingizga yoqqan shaklda kessanglar bo'ladi. Dorlash kerak, обработка qilish kerak. Kesgandan keyin shunaqa piramida shaklni, spiral va bonsayni farqi yo'q. Shunaqa kesib chiroyli qo'yish kerak. Agar kimga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, podpiska bosib qo'yinglar. Bizning kanalimizda shunaqa foydali ma'lumotlarni yo'qotmaslik uchun podpiska bosib qo'yinglar. Xudo xolasa inshaalloh foydali ma'lumotlarni ko'rib olasizlar. Kimga xizmat kerak bo'lsa, shunaqa chiroyli qilib beramiz, murojaat qilaverasizlar. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, xayrli kun. Bizning yana bir obyektimiz. Ko'chalarda archalari bor ekan, shularni hozir chiroyli qilib piramida qilib kesib beramiz. Xudo xolasa juda chiroyli bo'ladi. Kuzatishni obyektinglar. Xolasa mana chiroyli qilamiz.